Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistondagi bir aeroport vaqtincha yopiladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Shahrisabz aeroporti vaqtincha yopiladi. 2025-yil 13-martdan Toshkent vaqti bilan soat 05:00 dan 2025-yil 25-mart 05:00 gacha Shahrisabz aeroporti uchish-qo'nish yo'lagidagi kapital ta'mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatadi. Uchish-qo'nish yo'lagining uzoq muddat 1983-yildan beri ishlatilishi munosabati bilan hamda havo kemalarining qo'nishi va uchishi xavfsizligini ta'minlash maqsadida keng kapital qurilish va ta'mirlash ishlari olib boriladi. Xususan 1554 metr uzunlikdagi uchish-qo'nish uzunligi yuzasini almashtirish va mustahkamlash rejalashtirilgan. Shuningdek, yurish yo'lagining ustki qatlami ham ta'mirlanadi. Tanlov natijalariga ko'ra qurilish ta'mirlash ishlarini Farg'ona yo'llardan muntazam foydalanish korxonasi olib boradi. Shahrisabz aeroportida samolyotlarni qabul qilish imkoniyati cheklangan edi. Parvozlar haftasiga 2 marta kichik L-210 samolyotlarda amalga oshirilardi. Uchish-qo'nish yo'lagi ta'mirlangandan so'ng aeroport o'rta masofaga mo'ljallangan zamonaviy Art-72 samolyotlarni haftasiga 3 martagacha qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.